Keyingisini qo'yavering. Ani bosganingizdan keyin pichoqdan ko'chirib oling plyonkalarni, xo'p? Bu yoqdan mana chiqishini ko'rib oling. Keyin qarang, katta deganda suv oladi. ha, o'shancha bir xilini tiqinglar-da, bitta partiya bir xil chiqsin hammasi. Nima, tepa ko'tarmayman yo, boshqa o'raydi. Hozir endi ko'tarsangiz o'shanaqa qiladi. Tegib qolmadimi unga? Tegib qolgan bo'lsa, u yog'iga o'tkazayotganingizda yirtiladi deb plyonka. Atakan chiqishi mana bu bo'lyapti buni. Annaqaga ham yopishgani yo'q. O'zi tushdi qilmasin. O'zi tushish uchun yana yaqinlashtirishdi. O'zi tushish uchun ketidan chiqadi-ku keyingisi. U itaradi-da. Turib qolib. Xudo qilmaydi. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Qaynoqdan o'tib ketgan-ku mana. Anini kirib ketdimi? Yo'q, ko'p turib qolsa ham Yo'q, mana ozida suv havo yo'q, suv havo o'rtada bo'ladi faqat. Normallimi mana bu? Qaraylligi? O'zingizga moslab olasizlar-da. Qulay qilib. Ana qarang, bu chiqdi. Qarang qanchasi qolyapti panelning ichiga. Ko'p qolmaydi-da u yoqda. Keyingisi chiqadi-ku. Keyingisi uzumini orqasidan kelib sal itarib yuboradi, chiqib ketadi bu yoqqa. Bo'ldi. Bu ham kattaroq bo'lmaganmi? Ha, mana bu tarafni Ha. Sal tezlashtirish kerak.